Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yangi avzorimizda sizlar uchun Damas sizga qo'lli yangilaridan bo'ladi. Baho berib, videomizga o'zingizdan like, podpiska bosib qo'ying. Yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Va Damaschi do'stlarga videoni joylab qo'ying, manfaatli bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa shu videomiz ko'rib baho beringlar. Damas Apple Ranch qo'limiz yangichasi. O'ttalari pomni haybe, tevalarda arg'amchilari bor. Yo'llarda qo'noqlari, belda podishkalari bor. Uch qotlari ham oxirigacha shunaqa ko'jali bo'ladi. Yo'llarda kantlari bor. Sifati ham, tushishlari ham, cho'klari ham birga bir chatga tushadi. Sifatli, yaxshi materialdan qilingan. Kimga shunaqa chexolli kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaveringlar. Manzilimiz Namangan shahar, Lolajahon bozori, Ayli 9-do'kon. Mana chexol asli ko'rinish holati. Vidalari ham o'ta o'shida ham yaltillab chiroyli turadi. Bunga kesani pasvet qilib rol chexol boshqa aks holdan ham chiroylab qilib beramiz. Manzilimiz Namangan shahar, Lolajahon bozori, Ayli 9-do'kon. Video tagida telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.